Ko'p gapirib o'tirmayman akalar. Pashti tekinga Cobalt mashinasini olib qo'yganmiz. Holati ideal holatda 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Balonlari hamma joyi yaxshi holatda turibdi. Ozgina mana bunaqa chaqa-chuqali kraska qilingan ishlar bor. O'zingizlar uchun qildirib olsanglar bo'ladi. Bo'lmasa yurishga tayyor holatda turibdi. Akalar, balonlari sredniy holatda, qishgacha bemalol yetib olishinglar mumkin. Saloni akalar ideal holatda turibdi. Tarpida ashibkalar hech qanaqa qirilib, chizilib ketgan joyi yo'q. Metan gazlar ustanovka qilingan. 446 ming masofa bosib o'tgan akalar. Chexol poliglar yaxshi holatda turibdi. O'zingizlar uchun chexolni yangilab olsanglar bo'ladi. Akalar, mashinamizda motor, hadovoy hech qanaqa ishi yo'q. Luboy ustingizlarni olib kelib tekshirtirib olasizlar. Erda-berda ozroq chaqa-chuqali kraska qilingan ishi bor. Shuni bizning kanaldan olib bosoraman degan aka-ukalar bo'lsa, narxi sizlar kutgandan ham shikalant. $6100 bo'lsa berib yuboramiz akalar, bosoring. Narxini eshitib qolgan bo'lsanglar, bundan arzonlari Telegram bilan YouTube kanallarimizda o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, birontasiga o'sib ketib qolishingiz mumkin.